Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, dehqon akalar. Mana ko'chatxonamiz hozirgi holatda juda ham yaxshi holatda ketyapti. Alba, Kleri, koreyskiy Solihan F1 ko'chatdan olingan. Ozroq Afrika va Aziya ko'chatlarimiz bor. Bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Bu yerda hozir 100 mingdan oshiq ko'chat bor mana shu holatda. Narigi tomonimizda ham 200 mingga yaqin ko'chatimiz bor hozirgi holatda. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Birgalikda hozir birortasini ko'ramiz ildizini. Bugun 13 kun bo'ldi. Mana shu ko'chatlarimizga shu tomondan boshlab ekilgan. Birortasini olib ko'ramiz hozir. Ildizi mahkam ushlab qolibdi. 13 kunlik holati. Mana. Shu ko'chatlarimizga 13 kun bo'lgan. Mana. Gavharlarini mana chiqarishni boshlaganman. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga. Alba Kleri ko'chatlari erta pishar, hosildorligi yaxshi natija beryapti, xudo xolasa. Ekrandagi nomerga bemalol murojaat qiling. Tavsiyalarni, kasalliklarga qarshi kurashishda birgalikda kurashamiz, xudo xolasa.